Paxtakor tumanida qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish va fermer xo'jaliklarini iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash maqsadida chorvachilik yo'nalishini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda Paxtakor tumani Samarqand fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasiga qarashli 30 ta fermer xo'jaligi faoliyat yuritmoqda. Ularning ayrimlari dehqonchilik bilan bir qatorda chorvachilikni ham yo'lga qo'yib, qo'shimcha daromad manbai yaratmoqda. Jumladan, Zomin darvozasi fermer xo'jaligi rahbari tomonidan dehqonchilik ishlari bilan birga chorvachilik tarmog'i ham izchil rivojlantirilmoqda. Yoshlikdan shu chorvachilik bilan shug'ullanib kelamiz. Qo'y, mol. Oldinlari qo'y, mol bilan shug'ullanib kelamiz. Sog'in sigirlar bilan. Mana bir 2 yil, 3 yildan beri to'g'im bilan shug'ullandik. Mana hozir 2 ta to'g'im o'g'limga bergan, o'g'lim bilan. Mana shu viloyat hokimimizning tashabbusi bizga juda ma'qul tushdi. Mana hozir 2 tasi tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa yana 4 ta olib boqmoqchiman, niyatim. Undan keyin yana ko'paytib, shu bilan shug'ullanib, bu yaxshi anavi. Hamma sharoitga yaxshi, oilaviy byudjetiga ham yaxshi. Shundan bekor yurgandan shu ma'qul. Bizga juda ma'qul tushyapti hozir. Yem-xashak o'zimizdan chiqadi, xashak. Jizzax viloyat hokimi tashabbusi bilan tumandagi mavjud fermer xo'jaliklarida bo'rdoqchilik yo'nalishida qoramol boqish va qo'ychilikni rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa aholini sifatli go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash, shuningdek, fermerlar daromadini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga hududda imkoniyati mavjud xonadonlarda novvos boqishni tashkil etish orqali aholi bandligini ta'minlash va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Chorvachilikni barqaror rivojlantirishda ozuqa bazasini mustahkamlash muhim omil hisoblanadi. Shu maqsadda chorva mollari uchun mo'ljallangan yem-xashak mahsulotlari zaxirasi har bir hududda yetarli miqdorda jamg'arilgan. Mutaxassislar fikricha, fermer xo'jaliklarida chorvachilikni kengaytirish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, aholi bandligini ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Men Zomin darvozasi fermer xo'jaligi rahbari Sattorov Ulug'bekman. Meni fermerligim asosan paxtachilik, g'allachilik bilan shug'ullanamiz. Mana g'alladan yem-xashak, don, paxtadan mana shu o'zimizni davlatimizga qo'yilgan rejalar, paxta planlar bajarib kelamiz. Mana bu yil viloyat hokimimiz tashabbusi bilan har bir fermerga 2 bosh qoramol, ya'ni buni biz nima deymiz, bo'rdoqchilik deydi. O'sha bo'rdoqchilik bilan shug'ullanyapmiz. Uning maqsadi oldida maqsad turibdi, ya'ni aholiga go'shtni arzonroq qilish maqsadida. Juda ajoyib bir taklif bilan viloyat hokimimiz aytdi. Shuni bizlar mana joriy qilganmiz. Mana xonadonimizda 2 bosh mana bo'rdoqni boqyapmiz.